Assalomu alaykum va rahmatulloh. Aziz qadrdonlar, hurmatli aka uka opa singillar, yaxshimisizlar, charchamayapsizlarmi? Ancha bo'ldi sizlar bilan diydorlasha olmaganimizga. Bugun ozgina suhbat qilayim dedim. Biz biroz safarlarni o'tkazib keldik. Birlashgan Arab Amirliklarida 5 kunlik safarimiz bo'ldi. Aziz yurtimizga qaytdik. Dubayda yangi bir yo'nalish ko'chmas mulk mavzusida Salih degan bir shirkat bilan memorandum imzoladik. Ular bilan ko'chmas mulk mavzularida O'zbekistonga, O'rta Osiyoga tegishli tadbirkorlar uchun eng qulay, eng yaxshi xizmatni taklif qilish ma'nosida. Ko'rdinglar, kuzatib bordinglar, yana kuzatib boringlar inshaalloh. Sizlar bilan ozgina diydorlashay dedim. Hop. O'zbekistonda nima yangiliklar? Barcha salom bergan do'stlarimizga va alaykum assalom rahmatullohi va barakatuh. Lay burger bir. Assalomu alaykum ustoz, yaxshimisiz? Zarur ishim bor, haq yo'lida yordamingiz kerak debdilar. Xo'p. Murabbos ofitsal. Assalomu alaykum domla. Men chet elda ishlayapman. Ish vaqtida namoz o'qish mumkin emas deyapti. Ish vaqtlari 7:17 gacha. Hozircha faqat peshin namozi to'g'ri kelyapti. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom rahmatulloh. Ovqat yegani chiqasiz, hojatga chiqasiz. Unga ruxsat bordir, a? O'sha bahonada o'qib olsangiz bo'ladi. 2 rakat, 4 rakat o'qiysiz. Farzlari 3 minut, 5 minut ketadi maksimum. Bahona qidirganga bahona, imkon qidirganga imkon bor. Assalomu alaykum ustoz. Dayretga yozuvdim. Vaqtingiz bo'lganda qaroring, rahmat oldindan. Azizxon 770. Shu direct o'zbekchasiga nima bo'ladi? Shaxsiy yozishma. Shaxsiy yozishmaga juda ko'p yozuvlar kelgan. Hammasini tekshirib ko'rib chiqish imkoniyatim yo'q. Yaqinda bir ochuvdim, 3000 ga yaqin bor ekan. 3000. Shunga javob bera olmasam ma'zur ko'rasizlar. Kichkintoyim. Ustoz, muhabbat haqida ma'lumot bersangiz, din bo'yicha debdilar. Bugun bir post qo'ygan edim. Muhabbat namozga o'xshaydi. Qiblaga yuzlandingmi, boshqa tarafga alanglamaysan deb. Ko'pchilik ayol kishiga bo'lgan muhabbat, erkak kishiga bo'lgan muhabbat, ayolni erkakka, erkakka ayolga bo'lgan muhabbati deb tushunyapti. Bu gap Jaloliddin Rumiyning gapi, Mavlono Rumiyning gapi. Bu Allohga bo'lgan muhabbat. Allohga bo'lgan muhabbat, haq yo'lga bo'lgan muhabbat, payg'ambar alayhissalatu vassalom tashlab ketgan merosga muhabbat. Ana shu muhabbatga bismillah deb yuzlandingizmi? Bo'ldi. Boshqa tomonga alanglamaysiz. Dunyo muhabbati sizni, xotin muhabbati, pul muhabbati, bular hammasi sizni chalg'itishga harakat qiladi. Alanglamaysiz. To'g'ri, Allohga bo'lgan muhabbatga sodiq qolib ketaverasiz. Dunyo matosi ham aldamasin, g'ururi, mansabi, moli dunyosi, go'zalliklari, shirinliklari aldamasin. Degani u. Kimda nima yo'q bo'lsa, o'shani tasavvur qiladi degandek, biz nima haqida post qo'yyapmiz? Kimlar nima haqida tushunyapti? Muhabbat bu o'sha qalbning to'riga joylashgan narsaga aytiladi. Inson qalbini to'riga oladi. Eng qalbi moyil bo'lgan narsani muhabbat deyiladi. Arab tilida ahabba desa moyil bo'ldi degani. Bir tomonga bundoq egildi degani. O'sha egilishlik Allohga bo'lgan muhabbat bo'lsin. Ya'ni
Allohga egilish kerak, boshqa tomonga egilmaslik kerak. Lazizxon 514. Domla erkakcha kiyinsangiz bo'lmaydimi? Shuni yuzimga kelib erkakcha gapirsangiz bo'lmaydimi? Nimasi buni xotincha bu? Erkakcha kiyinganmiz. Aytgancha, sizni ayolingiz shunaqa kiyinadimi? Uzr, bilmabmiz endi, sizga o'xshagan dayuslarni bilmabmiz-da. Ayolini kiyimi deb o'ylayapti. Bizni kiyimimizni. O'li sota ko'zi. Xo'p. Futbol samandar. Ustoz, nima mavzu haqida gaplashamiz? Erkin tema, erkin mavzu haqida gaplashamiz. Oxirgi mavzulardan bittasi ana Sanjar Xo'ja GPT. Sanjar Xo'ja GPTni tushirgan qovullarini eshitdinglarmi? Ko'p odam lug'at ma'nolarini yaxshi bilmagani uchun, ya'ni ilmiy istilohlarni, tarixga aloqador mavzularni yaxshi bilmagani uchun aynan mana shu Sanjar GPTga o'xshagan odamlarni manipulyatsiyasiga aldanadi. Aldanib yuradi. Nimaga desa, tarixdan gapiryapti-ku bu deb o'ylaydi. Sanjar Xo'ja Imom Buxoriy haqida shunaqa gaplarni gapiribdi, og'izlarim lang ochilib qoldi. Nahotki shu gaplarni ya'ni iste'mol qilib, ishlatib odamlarni alday olaman deb o'ylayapti. Aldayapti. Izohlarida juda ko'p odam aldanganligini, Sanjar Xo'ja siz juda kerak odamsiz deb yozayotganlarni ko'rdim men. Sanjar Xo'ja haqida Buxoriy haqlarida aytibdi-da, Imom Buxoriymish Abbosiylar davrida yashagan ekan. Abbosiylar davrida Qur'onni maxluq deydigan siyosat yurgan ekan Abbosiylar davrida va Imom Buxoriy o'sha siyosatga qarshi maxfiy shaklda Qur'onni maxluq emas, xoliq degan ekan. Qur'onni xoliq, ulamolar Qur'onni xoliq deyishgan ekan. Maxluq emas, xoliq deyishgan ekan. Shuni qo'yib beray sizlarga. Usta deydi. Abbosiylar davlatini davlat e'tiqodi Mu'tazila aqidasi dedi. Mu'tazila aqidasidagi odamlar Qur'onni maxluq deydi. Aynan bugungi kunda Alloh yerdami, osmondami degan tortishuv bor-ku. Musulmonlar orasida, O'zbekistonning musulmonlari orasida. O'sha vaqtda Abbosiylar davlatini hududida ham davlat siyosati Mu'tazila aqidasida bo'lgani uchun xalqning orasida ham xuddi shunaqangi aqidaga, e'tiqodga, tushunchaga moyillik bor edi va buni ustida tortishuv bor edi. Kimda-kim agarda Qur'onni xoliq deydigan bo'lsa, uni Qur'onni xoliq deydigan bo'lsa, Vahobiyga chiqarishgan, Salafiga chiqarishgan, din dushmaniga chiqarishgan va bugungi kun bilan til bilan aytolmanda, qo'shtirnoq ichida shunaqangi din dushmaniga chiqarishgan, yomon ko'z bilan qarashgan. Aynan saviya shu. Qur'onni xoliq desa, din dushmaniga chiqarilgan ekan. Qur'onni xoliq demaydi hech kim. Insoniyat tarixida birorta manhalada, birorta tarix eshigida, ostonasida Qur'on xoliq deyilmagan. Xoliq Allohning sifati, yaratuvchi degani. Qur'on yaratuvchi bo'lmaydi. Qur'on maxluq emas bo'ladi. Al-Qur'on kalamulloh g'oyri maxluq deyiladi. Xoliq deyilmaydi. Qur'on maxluq emas, Allohning sifatlaridan bir sifat deyiladi. Kalom sifatu, xoliq sifat bo'lgani singari. Bu Sanjar Xo'jaga o'xshaganlar mana shunaqa aldayapti odamlarni. O'zini ma'lumoti yo'q, mavzudan mutlaqo xabari yo'q, vaziyatga qarayapti-da odamlarni, unga ergashayotgan bolalarni yoki shunaqangi alamzada odamlarni aldash uchun qo'lidan kelganicha mana shunaqa jumlalarni ishlatib bo'lsa ham aldab ketyapti. Qur'onni xoliq deganimish ulamolar. Ya'ni eshitamiz. Bu bir martada adashib ketdi deb o'ylashingiz mumkin. Necha marta qaytargan shuni? Qur'onni maxluq demagani uchun qanchadan qancha olimlar zindonband qilindi,
va qatl qilindi. Aynan davlat siyosatiga moyil bo'lgan, mos bo'lgan gapni aytmagan uchun. Aynan shunaqangi Abbosiylar davlatini siyosati Mu'tazila e'tiqodi aqidasida bo'lganidan keyin va insonlar, olimlar Qur'onni xoliq deb bilgani uchun bir majlisda o'tirgan paytda Buxoriydan so'rashadi. Qur'on xoliq. Ulamolar Qur'onni xoliq deb bilgani uchun deyapti. Qur'on xoliq emas, u GPT, chat GPTga so'rab ko'r. Qur'onni xoliq desak bo'larmikin deb ko'r, GPT ham ustingdan kuladi. Sanjar Xo'ja, toming joyidami seni deydi. Tom joyida emas. Bular men bir gapni gapirar ekanman, do'stlar. Isbotim bo'lmasa gapirmayman. Bular o'zi bilmagan mavzularni, o'zi tushunmagan mavzularni ham lug'atdan yodlab olganga o'xshab, GPTdan so'raganga o'xshab ma'lumot hosil qilib oladi-da, o'zicha chiqib olib xalqni aldaydi. Qur'onni ulamolar xoliq deganimish. Maxluqmidim. Buxoriy bobomiz davlat siyosatiga zid bo'lgan, islom dini e'tiqodi bo'yicha haq bo'lgan gapni aytadilar. Biroz ustini bekitgan holatda haqni aytadilar. Biroz norozilik bo'ladi. Keyin yana so'rashadi. Xoliqmi, maxluqmi Qur'on deb turib. Va ular ochiq aytadilar. Haq gapni, islom dini bo'yicha to'g'ri gapni aytadilar. Davlat siyosatiga zid bo'lgan gapni aytadilar. Va undan keyin insonlar yuz o'girishni boshlaydi. Undan keyin insonlar toshbo'ron qilishdan sal beriroq bo'lib qoladi. Yaqinda Qozog'istonda shunga o'xshagan holat bo'ldi-yu. Qo'lini mundoq qilib namoz o'qiyotgan. Mana shu joyda yaxshilab e'tibor beringlar. Sanjar GPTga o'xshagan shpingaletlar har qanday mavzuni siyosiylashtirib, sizni siyosatga qarshi bo'lishingizni ta'minlashga harakat qiladi. Berayotgan ma'lumoti 100% noto'g'ri. 100%, 99 emas, 100% noto'g'ri. Qarang, tekshirib ko'ring. Bu aytayaptiki, Buxoriy Abbosiylar davrida yashagan, Qur'onni u maxluqmi, xoliqmi degan masalada Abbosiylarning siyosatiga qarshi bo'lgan, qarang. Buxoriyni siyosiylashtiryapti darrov. Va Qur'onni xoliq deydigan ulamolar davrasida xoliq derkan, mayli, u savodsizligi mayli, lekin siyosiy ongi bor odam yaxshi e'tibor bering. Ulamolar undan so'raganda Buxoriy nima deb javob bergan? Siyosatga qarshi javob bergan deyapti. 100% yolg'on. U joyda ilmiy savol berilgan. Naysoburda bo'lgan bu hodisa, Naysoburda Imom Zuhliyning shogirdlari tomonidan berilgan. Imom Zuhliyning shogirdlari Qur'on maxluqmi, maxluq emasmi deb savol bergan. Savol berganda bu bilmaydi-yu jumlalarni. Ilmiy istilohi yo'q-u, tarixni o'qimagan-u, ChatGPT-ku bu. ChatGPT-ning o'g'li-yu bu, qo'shtimlar ichida. Dadasi aldagan buni va chiqib olib aytayaptiki, siyosatga moslab gapirgan deyapti. Ya'ni siyosatga qarshi gapirgan deydi, uzr. Siyosatga qarshi gapirgan Buxoriy obraz-ku hozir. Buxoriy qahramon-ku, Buxoriyga ergashishimiz kerak-ku degan yolg'on bilan bular ergashmayapti Buxoriyga. Siyosatga qarshi gapirgan javob bergan. Nima deb javob bergan? Sanjar, siyosatga qarshi nima deb javob bergan? O'qib ber o'shani. Shpingalet. Aynan siyosatga moslab gapirdi deb ulamolar tomonidan tanqid qilingan. Vaholanki Qur'on maxluqmi, maxluq emasmi degan masala Ma'munning davrida boshlangan. Mu'tasimning davrida kuchaygan. Undan keyin Vosiqning davri bo'lgan, biroz davom etgan. Ana undan keyin Mutawakkil davri bo'lgan, Mutawakkil davrida to'xtatilgan, rasman ulamolar ko'chaga chiqarib yuborilgan davlat, Abbosiylar davlati Qur'on maxluq emasmi degan masalaga rasman nuqta qo'ygan. Buxoriy Naysoburda bo'lganda Mutawakkil davri bo'lgan. Qur'on siyosiy darajada muammo, Qur'on xoliq, Qur'on maxluq emas masalasi siyosiy darajada muammo bo'lganda Buxoriy unga ro'baro bo'lmagan. Bu to'xtatilgandan keyin Naysoburda ulamolar undan so'ragan. Imom Zuhliyning shogirdlari Buxoriydan so'ragan. Qur'on maxluqmi, maxluq emasmi deganda af'aluna maxluqah degan. Bizni fe'llarimiz maxluq degan. Qur'on g'oyri maxluq degan. Bizni fe'llarimiz, tilovatlarimiz maxluq degan.
Ana undan keyin ulamolar ha bu o'sha Abbosiylar siyosatiga moslab gapiryapti deb siyosatga moslagani uchun uni toshbo'ron qilishgan qo'shtirnoq ichida. Teskari gapiryapti. Abbosiylar davlatiga qarshi gapirgan deyapti. Yo'q, Abbosiylar davlatini o'sha eski Qur'on fitnasi mavzusiga moslab gapiryapti. Bu Mu'tazila ekan, haydavoringlar degan, hadis olmalaring degan. Kim Buxoriydan hadis olsa, meni hadislarim harom unga degan Imom Zuhli. Hamma shogirdlar yuzi o'girgan keyin bu Mu'tazila ekan, Abbosiylarni saroy mullasi ekan deyishgan. Mana yolg'onni qanday ishlatilyapti? Mana yolg'onga qanday tushirilyapti odamlarni? Mana shu Sanjarga o'xshagan o'zi bilmagan mavzularga burnini tiqib, xalqni siyosatga qarshi bo'lish kerak degan hech qanday hujjatsiz ong bilan, ya'ni qul ong bilan, ergashuvchi ong bilan tarbiyalashga harakat qilayotganlar mana shunday fosh qilinishi kerak. Ahvolni ko'ryapsizlar. Jumlalarni to'g'ri tuzish bilmaydi. Qur'onmish, xoliqmish. Undan keyin Qozog'istonda bo'lgan hodisani misol keltiryapti. Kim paytda boshqa bir musulmon ayni safda namoz o'qilayotgan paytda ominni og'zaga etorgan urib tushirdi-ku. Nimaga Makkaga borgan paytda, nimaga Istanbulga kelingan paytda masjidda kimdir Qozog'istonda bo'lgan hodisani ham javobi bo'lgan edi. Qozog'istondagi bo'lgan hodisani javobini sekin berkitib, o'sha fitnani tarqatgan aynan shu Sanjar GPTga o'xshagan onasini hurmat qilmaydigan hezimkash bolalar tomonidan tarqatilgan gapni yana qaytadan ko'taryapti. Qozog'istonda shu hodisa bo'lgan. Imom Hanafiy mazhabidamiz. Davlat siyosati musulmonlarga keskin muomala qilish xavfi bor. Sizlar namozda Fotihadan keyin ominni jahriy aytmanglar. Bizning regionlarda mazhab Hanafiy. Aytmanglar jahriy deb ogohlantirgan imom. Ogohlantirgandan keyin namozni boshlagan. Boshlagandan keyin namoz o'qib turibdi, Fotihani o'qib, valaddolindan keyin aminni ichida aytsa, orqada bittasi amin degan. Ochiqdan ochiq fitna bu. Ochiqdan ochiq. U mazhabga amal qilmayapti. Imomga qasddan teskari yuryapti. Imomga qasddan. Imom aytib, ta'kidlayapti. Imomning buyrug'i buyruq. Namozda imomga ergashasan. Xato qilsa ham imomga ergashasan. Sajda sahv qiladi, namoz to'g'ri bo'lib ketadi. San xato qilsang ham imom sajda sahv qilmaydi, namozi to'g'ri bo'ladi. Imom keyin namozni buzyapti-da, nima dedim men deyapti. Yonda bitta odam shoshilib turgandir, keyin halgini fitnachini keyin urdi. Namozi ichida emas, namoz tugagandan keyin. Nimaga fitna qilyapsan deyapti. Ha, nimaga fitna qilyapsanlar? Shariatni bilmaydi. Bularga shariat kerak emas. Mana shu Sanjar GPTlarga shariat kerak emas, islom kerak emas bularga. Bularga fitna kerak. Sanjar GPT Mubashir domlani sudga kela olmadi. Meni onamga nisbatan qilgan tuhmatini o'zi rasman tan oldi, o'zi qilganini. Onasiga turmush o'rtoq bo'ldi. Buni o'zi aytgani uchun taklif qilgan edim. Mana men borman dedi. Endi yana bitta taklif. Sanjarga taklif. O'zbekistonga kela olmas ekan, to'g'ri qamalib qolar ekan, xo'p. Endi Turkiyada miting qilasan. Sanjar. Turkiyada miting qilasan. Nimaga Fathullah Gulen degan shaxsga nisbatan siyosiy qatag'on qilyapsanlar deb miting qilasan. Mitingi ham shart emas. Jonli efirda chiqib mana shuni gapirasan. Fathullah Gulenning tarafini olasan. Agar olmasang, demak sen o'sha o'z onang bilan turmush o'rtoq bo'lgan bo'lasan. Ikkinchi taklif bu. Masalani yarmidan eshitganlar go'yoki Abror birovi onasini gapiryapti deydi-da, yo'q. Men hech qachon birovini onasini gapirmayman. Sanjar o'zidan o'zi meni onamni shunaqa deb haqorat qilib tashadi. Yuzma-yuz o'tirib gaplasha olmaydi-da. Bular erkak emas-da o'zi aslida. Uzoqqa borib olib, xohlagani gapiryapti. Bo'ldi, shumi? Ha, mana shu. Turkiyada chiqasan, Taqsim maydoniga chiqasan, pankart ochasan. Bo'ldi, Mubashir domla haqida ochasan pankartni.
Turkiya hukumatiga ultimatum qo'yasan. Nimaga Mubashshir domlani Turkiyadan noqonuniy O'zbekistonga berib yubordilaring deysan. Mana shu ishni qilmasang, mana shu ishni O'zbekistondagi odamlarga buyruq qilasan-ku, u yoqqa bor, bu yoqqa bor deb. Mana senga bir xil buyruq. Mana shu ishni qilmasang, o'z onang bilan nikohlangan bo'lasan. Va rasman buni tan olgan bo'lasan, shu bilan seni tinch qo'yamiz, bo'ldi. Xo'p, ko'rdinglar. Imom Buxoriyni orqasiga berkinib olib, Imom Buxoriy siyosatga qarshi gapirgan deyapti. Yo'q. Imom Buxoriyga qo'yilgan ayb siyosatga moyil gapirdi, saroy mullalik qildi degan ayb qo'yilgan. Naysobirda. Qur'onni maxluq deyapti deyishgan. Vaholanki Buxoriy Qur'onni maxluq demagan. Bizning fe'llarimiz maxluq, tilovatimiz maxluq, harflar, mushaf maxluq, Qur'on g'oyri maxluq degan. Qur'on maxluq emas degan. Sen Qur'on xoliq deb o'tibsan. Agar buni rasman e'tiqod bilan aytsang, kofir bo'lasan. Xotining bo'lsa taloq bo'ladi. Bundan keyin bola tug'ilsa g'alati zino bo'ladi. Agar deb gapiryapman. Sanjar, Qur'onni hech bir dunyo tarixida hech kim xoliq demagan. Xoliq Allohning sifati, yaratuvchi degani. Qur'on kalom, kalomulloh deyiladi. Ya'ni siyosiy har narsadan siyosiy ma'no yasab, o'sha siyosiy ma'noni ustida o'zini Buxoriy taraf ko'rsatib, unga qarshi bo'lgan taraflarni hammasini saroy mulla qilib ko'rsatish, ya'ni mana shularning ishi. Ne kadar saviyasiz, ne kadar past ish. Mana sizlarga isbot. Buning ichida ko'p gaplar borda, kerak emas qolganlari. Imom Buxoriy saroyga moyil gapirdi. Abbosiylar rasman to'xtatgan edi u paytda. Aslida rasman to'xtatgani uchun ulamolar biroz shijoatli bo'lib qolgan edi. O'shaning uchun Buxoriydan chiqib so'rashgan. Qur'on maxluqmi, maxluq emasmi? Agar Qur'on maxluq desa, Buxoriydek katta obro'si bor, sharafli insonni ham ya'ni sazoyi qilish kuchlari bor edi. Abbosiylar davlati siyosati o'zgargan edi. Tarixni ham o'qimaydi bu. Mana aytdim sizlarga, bu Sanjar GPT'lar tarjima qilib birovdan ko'chirib gapirib yuradi. O'zini xulosasi yo'q. Buni adminlar yoki buni eshitayotganlar yonma-yon qilib shuni ishlaylar, YouTube'larga qo'yamiz xudo xohlasa. Sanjar GPT'ni ahvoli shu bo'ldi. Xo'p, endi sekin-sekin savol-javoblar qilib o'tiramiz. Nima deysizlar? Azimov olim 77 ustoz Tojikiston muxlisizdan salom. Va alaykum assalom rahmatulloh. Tojikiston bapesh. Assalomu alaykum domla. Xo'p, tushimda ko'pincha sigir, ho'kiz ko'rmoqdaman. Nimadan bo'lishi mumkin? Javob uchun rahmat. Ho'kiz go'shti yeganingizdan emasmikin? Hazil albatta. Sigir, ho'kiz yildan darak deydi tush ta'birida. Yillardan darak. Agar ho'kiz, sigir semiz bo'lsa, sizni kelajak hayotingizdagi yillaringiz farovon bo'lishidan darak. Agar ular oriq bo'lsa, ular biroz o'sha qitliq holatida bo'lsa, unda kelajak hayotingizda qiyinchiliklar, ya'ni moliyaviy tomondan biroz qiyinchiliklar bo'lishiga darak deydi ulamolar. Ya'ni tushga suyanib yashalmaydi. Xo'p, Sanjar GPT'ni ahvolini tushundinglar deb o'ylayman. Ular tarixni ham bilmaydi. Ular shu tarixda o'tgan Buxoriyga o'xshagan, Abu Hanifaga o'xshagan zotlardan foydalanmoqchi bo'ladi. Orqalariga berkinib, ularni o'zini hozirgi holatiga moslab, ana biz shular orqasidamiz demoqchi bo'ladi. O'shaning uchun ko'zingizni oching.
tarix haqida, o'zini siyosati haqida gapirganda bir og'iz gapirmaganmiz. Lekin bu chiqib olib, bu ateistlar bilan bo'lgan bahsimizda Shekspir haqidagi ehtimoliy gaplarni gapirsak, chiqib olib boshladi. Ustimizdan kulishga harakat qilishni. Mana ahvoli. Mana aytaman, Sanjar, sanlar biz bilan hazillashmalaring. Shunday raddiyalaringni beramizki, oqibatda odamlarning ichida bosh ko'tara olmay qolasan. Bosh ko'tarib yura olmay qolasan. Tarixda Ibn Ma'in haqida shunaqa deyishadi. Ibn Ma'in muhaddis bo'lgan. Bir joyga kirib, bir majlisga kirib o'tirmoqchi bo'lsa, o'tkazishmas ekan. Chiqsang o'tirma deyishar ekan. Nimaga desa, agar san kimnidir tanqid qilsang, uning kelajak hayoti qora bo'lib ketadi. O'shuning uchun sening tanqididan qo'rqamiz. Sen kirma bizni majlisga deyishar ekan. Muhaddislarda juda e'tiborli bo'lganda, agar Ibn Ma'in bir kishini bu zaif desa bo'ldi, tamom. U odamdan hech kim hadis olmagan keyin. Ben o'zimni Ibn Ma'in darajasida demayapman. Ibn Ma'in zaif degan odamlar, Ibn Ma'in kazzob degan odamlar darajasida mana bu Sanjar GPT'lar. O'shani aytmoqchiman. Misol bu yerda siz tushunishingiz uchun keltirilyapti xolos. Xo'p. Qiziq, mana shu Sanjar GPT'ga o'xshagan, Abdulloh Zaparga o'xshagan odamlarni ergashuvchilari zombi bo'ladi. Manqurt bo'ladi. Kallada uncha tahlil xususiyati bo'lmaydi. Qiziq bir voqeani aytib beray. Abdulloh Zupar haqida o'sha Samarqandga borganda imom do'stim shunda qo'shnisi ekan, bir devor qo'shnisi, mana shu uy Abdulloh Zuparni dedi. Men dedi, uni yoshligidan bilaman dedi. Yoshligida bu dedi jinni bo'lgan dedi. Kiradi dedi, peshin namoziga kiradi dedi, tahoratga kiradi dedi. Peshindan biz o'qib ketamiz, asrga kelamiz. Asrga kelib tahoratxonaga kirsam, peshinda boshlagan tahoratni asrda ham tugatmagan bo'lar ekan. Hani hammomda suvga ko'p tursa qo'lingiz hilvirab ketadi-yu, qo'llari hilvirab ketgan deydi. Tasavvur qiling, 2 soat tahorat qiladimi? Peshindan asrgacha to'xtamay tahorat qilar ekan. Keyin uni olib, "Voy, bunaqa qilma" deb olib kirardik dedi. Keyin shuni aytdim men. Fiqhda shunaqa gap bor. Jinnini tuzalishi kutilmaydi. Xiyori ayb degan fiqhda, savdoda bob bor. Bir narsani aybi sababli qaytib berish huquqi bo'ladi. Bir bolani sotib oldingiz deylik, quldorlik davrida. Bola 10 yosh. 40 ga kirganda uni jinniligi ma'lum bo'lib qoldi. Nima qiladi desa, bu 10 yoshdan keyin jinni bo'lgan deyilmaydi. Jinnilik qadimdan bo'ladi. 40 yoshda ham qaytib bersa bo'ladi deydi. Mana shuni misol qilib aytdimki, Abdulloh Zuparni jinniligi rasman tasdiqlangan. Uni bu ahvolida hozir ommaga chiqib olib turib, u yoqqa jihad qilish kerak, ishit haq, Jayshul Hur nohaq, Hay'atut Tahrir Shomni o'ldirsa bo'ladi deb 3 kundan keyin Hay'atut Tahrir Shom to'g'ri, ishit yolg'on ekan deb bir kun oldin bu Urdugan kofir, uni kofir demagan meni dushmanim, Alloh Rasulining dushmani deb turib 3 kundan keyin Urdugan yaxshi ekan deyishligi o'sha jinniligidan alomat. Unga ergashib yurganlar endi tasavvur qilavering. Shunaqa desam, bitta profil yozyapti tagida. Isbotla Abdulloh Zuparni jinniligini. Sen tuhmat qilyapsan, gapiryapsan. Isbotla qatta jinniligini aytgan yoki qani qonunan isbotla deyapti-da. 3 kundan keyin Abdulloh Zupar chiqib aytdiki, "Ha, yoshligimda dedi, ozgina shunaqa jinnilik bo'lganman-da" dedi. "Men dedi buni tan olaman" dedi. Desa, haligi menga dalil deb yozgan profil tagiga yozyapti. "Ana ko'rdingmi Abror, Saroy mulla, mana tan olyapti. Endi nima deysan?" deydi.
Astagfirullah va atubu ilay. Mana shunaqa odamlar ergashadi. Sanjar GPTga ham shunaqa odamlar ergashadi. Bu Abdulloh Zuparlarga ham shunaqa miyalar ergashadi. Ya'ni miya shunaqa bo'ladi. Bittasi yozibdi yaqinda. Mening miyam sening miyangdan katta deb qo'yibdi. Ha, to'g'ri, molning ham miyasi menikidan katta. Lekin molni miyasi mu deyishdan boshqaga yaramaydi. Trollarga bu qopqoq gap. Sanjar GPTga ergashganlar ham shu. Kalla yo'q, tahlil yo'q. Mana endi haqiqiy insofli bo'lsanglar, aqli hushinglar joyida bo'lsa, shu Buxoriy haqidagi yolg'onini tan olib yoki unga yozib, sen nimaga Buxoriy haqida gapni yolg'on teskarisiga aylantiryapsan deb ko'ringlarchi. Qani denglarchi? Nima deb javob berar ekan? G'irt teskarisini aytayapti. Saroyga qarshi gapirgan, ustini bekitib deyapti. Yo'q. Xuddi saroyni gapiga moslab gapirgan deb ta'na qilishgan ulamolar. Qur'onni maxluq deyapti bu deb Imom Zuhli hamma shogirdlarini tortib olgan oldidan. Kim Buxoriydan hadis olsa bergan hadislarimga rozi emasman shogirdlarimga degan. Imom Muslim bitta aravaga hamma kitoblarini to'plab olib kelib, Imom Zuhriyni uyini eshigini tagiga og'dargan. Ol hadislaringni degan. Buxoriyga vafo qilgan. Imom Muslim Buxoriyga vafo qilgan. Yonida turgan. Falastin deyishyapti. Inshaalloh do'stlar, tun o'ta qorong'ilashganda tong otayotganiga dalil shu. Ip o'ta taranglashayotganda uzilishiga dalil. Qorong'ilashgan tun o'ta qorong'ilashdi, endi tong otish kerak. Iplar o'ta taranglashdi, endi uzilishi kerak. Zulm uzoq davom etolmaydi. Zulmni umri qisqa bo'ladi. Zolimlarning jahannamdagi azobi bo'lsa abadiy bo'ladi. O'shaning uchun zolim taraf turgandan mazlum taraf turaverish kerak. Zolim butun dunyoni kuchi bilan egallagan bo'lsa ham, ularni gap so'zi, kuchi, quvvati, quroli butun dunyoga tahdid solsa ham, biz mazlum tarafda turishimiz kerak. E'tiqodda, pozitsiyada, mavqifda. O'shaning uchun aytayapman men prezidentimiz mujik deb. Birlashgan Millatlar Tashkilotini minbaridan turib Falastinni tarafini olyapti. Falastin haqida mana izohlarda qanaqa yordam berish kerak, yordam bermaysanlarmi deb yozib o'tirganlardan ko'ra prezident qarori bilan falastinliklarga yordam berilyapti. 1,5 million dollar pul o'tkazildi falastinliklarga. 100 dan oshiq oila O'zbekistonga olib kelib, uy-joy qilib berildi. Bolalari maktablarda tekin, ya'ni tibbiyot markazlarida tekinga davolanyapti. Ular Sardor Foziljonov labga pomada qo'yganmisiz deydi. Anaqala sunnat inkorchilari labingizni botoks qilganmisiz deb yozardi. Tabiati buzuq odamlar shular. Boshqa mavzu yo'qmikin a? Biz hozir nima haqida gaplashyapmiz? Labimga, qoshimga, ko'zimga, soqolimga, sochimni bo'yaganimga nima mavzu, nima keragi bor ekan shuni? Bu mana shu gapni yozayotgan agar o'g'il bolalar bo'lsa, testosteron tushib ketgan shularda. Insulin oshib ketgan. Xotinlik tabiati oshib ketganda erkak kishini shunaqa ko'ryapti. Do'stlar, men qora sedana ichaman. Qora sedana. Bu bilan birga Omega ichaman. Omega 3.
U bilan birga qustil hindi ichaman, mana har doim yonimda turadi. Va albatta sink va albatta vitamin D. Bularni ichib yuraman. Va sport bilan shug'ullanyapman va turmush tarzi, sog'lom turmush tarziga e'tibor beryapman. Bu o'zimda his qilamanki, qon aylanishim o'ta ko'z tegmasin zo'r. Qo'li kimnidir qo'liga tegsa, qaynoq bo'lib turadi. Qon juda yaxshi aylanadi menda. Inshaalloh bu sog'lom turmush tarzini natijasi deb bilaman. Sizlarga ham tavsiya qilaman. Qora sedanani har doim ichib yuringlar. Ertalab 2 ta, kechqurun 2 ta. Omega qustul hindi bu hozirgi kunda o'sha branxlardagi mikroblarni o'ldiradi. Albatta ichinglar. Men telefon nomerini yozib qo'yarman. Omega 3 bu quvvat, bir ma'noda miyani yaxshi faoliyat qildiradi. Labimga pomada surtmayman. Pomada haqida aytgan edim shekilli, sizlarga esinglarda bormi, yo'qmi? Pomada birinchi qatta paydo bo'lgan, bu yahudiylar ichida paydo bo'lgan. Nimaga qilingan? Yahudiylarda ayol agar uzrli bo'lsa, uni najas deb e'tibor qilingan. Uni bir narsani ushlashligini ham jirkanishgan. O'sha bir chekkada to uzrligi tugaguncha iti boqqanni singari narsa tashab turishgan. Ayolni uzrli masligini bilish uchun labiga qizil narsa surtab qo'yishgan. Bu ham bitta ya'ni hodisa, tarixda bo'lgan hodisalardan o'sha sabab bo'lgan. Hozir endi moda bo'lib ketdi. Nima deysiz? Xo'p. Jamshid N13 shu dorilar, batlar, ya'ni soxtalashtirilgan bo'lishi mumkinmi? Bizni telefon raqamlarimiz orqali olsangiz, bu original va juda ko'p odamlar uni tashakkurini aytayapti. Qustil hindi ichgan ko'p odamlar sigaret tashashlikka yordam berdi deyapti. Yaxshi, lekin soxtalashtirishlar ham mumkin. O'shaning uchun aniq raqamlar orqali olinglar. Men sizlarga raqamlarni qo'yib qo'yaman, nasib bo'lsa mana shu suhbatni yozuv joyiga. Xo'p, Axi Yahyo 10, Domla Abdulhamidxon payg'ambarimizning avlodlaridanmi yoki yo'qmi? Menimcha yo'q. Abdulhamidxon bizni ajdodlardan, turkiylardan. Abdulhamidxonni eng ya'ni Turkiyaga borgan bosh otasi Sulaymon Shoh. Uni o'g'li Ertug'rul, uni o'g'li Usmon mana shunaqa qilib keladi. Abdulhamidxon dadasi Abdulmajidxon mana shunaqa qilib ketadi. Murod, Abdulmajid, Murod 1, Murod 2 mana shunaqa bo'lib ketadi. To o'sha Sulaymon Shohgacha boradi. Bizning ajdodlarimiz, bizdan borgan mujohidlar bo'lgan va Turkiyani shular fath qilishgan. Xo'p. Qo'qondagi tabib haqida gapiring debdilar. Do'stlar, Qo'qondagi tabib mas. Unda na bir tibbiy salohiyat bor, na bir madaniy salohiyat bor. U odam bemorlar ustidan kalaka qilib, kulib, ularni pulini olib, o'shanaqangi ya'ni narsalarni yeb yurgan odam. Shundan ko'ra tovuqni tezagini yesa, bundan ko'ra yaxshiroq bo'ladi. Tovuq tezagi haqida qiyomatda undan so'ramaydi. Nimaga meni tezagimni yeding? Qaytar demaydi. Lekin uni oldiga borgan sodda mana shu bemorlarni olgan har bitta puli qiyomatda bundan so'raladi. Bu javob bera olmaydi. Chunki bu na Qur'on o'qishni bilmayapti. Qur'on o'qiganda va nunazzilu minal qur'ani ma huwa shifaa'un bitta joyda o'qibdi. Na bir qiroat to'g'ri keladi, na bir
Qur'ondan, tajviddan xabari bor. Hech narsadan xabari yo'q buni. Bu artist bu, otarchi bu. Otarchilikda ishi o'xshamagan, hozir endi mana shunaqangi sodda odamlarni aldab, hali ham pulini olib yotibdi. Sodda ham tugamas ekanda. Imom Shofiyning zo'r gapi bor. Likulli saqitatin laqita degan. Har bir teshik kulchani xaridori bor. Tushib qolgan har bitta narsani ham topib oladigani bo'ladi. O'shaning uchun u apelistga borgan odamlarga bizning murojaatimiz. Xudodan qo'rqinglar. O'zini yaxshi his qilish effekti bor. Borib bunda silab qo'ysa o'zini yaxshi his qilganday bo'ladi. O'shani videoga oladi, tarqatadi. Qolgan 1000 ta odamdan hech qanaqangi effekt yo'q. O'zi Ibn Haldunning bir gapi bor. Tog'utni deydi, ya'ni zolimni qullikka moyil xalq yaratadi degan. O'sha bu tog'ut bu. Qo'qondagi tabib tog'ut. Dini diyonatga tupurib qo'ygan odam. Allohning nomini sotib, Allohning nomi bilan sizni aldayotgan odam. Allohga soldim deb qo'yadi. Sen Allohga qarshi ketyapsan-ku o'zing. Allohga soldim desang odamlar qo'rqish kerak. Nima xalt yesang ergashish kerakmi? Ha? O'sha Alloh Qur'onda aytib qo'ygan "Vala yag'urrannakum billahil g'arur" degan. Allohning nomi bilan aldashadi. Seni aytgan, senga o'xshaganlar. Allohning nomini aytib aldaydiganlar bo'ladi, aldanmanglar. Oshalloh, mashalloh, inshaalloh desa aldanib ketaveramizmi? Ha? Birov haqqini yeyapsan, shapillatib. Allohga soldim desang qo'rqib turib, ha yeyvering birov haqqi deydikmi? Endi ba'zilar aytadi, nimaga uni qamalmayapti, nimaga uni to'xtatilmayapti? Mana sodda oldiga borayotgan odamlar sababli. Ustidan shikoyat qilgan odam yo'q. O'zbekiston qonun davlati. Shikoyat qilmasa uni qamab bo'lmaydi. Shikoyat bo'lsa kimdir? Keyin qamaydi. Bu joyda o'sha tibbiyot akademiyalari, tibbiyot markazlari, tibbiyot ministrligi o'zi xalqni sog'lig'ini himoyasi uchun tashabbus qilish kerak. Tibbiyotni chegaraga solish kerak. Kim nima desa kirib olib, chiqib olib, og'izga kelgan gap bilan suf-kuf deb odamlarning pulini olavermaslik kerak. Biz qanaqa radikal odamlarga qarshimiz? Xuddi shunaqa, bular ham radikal odamlar hisoblanadi. Radikal bular. Xalqni ojizligidan foydalanib, ularni pulini ishlayapti. Ular unga borib, o'lib ketsa shikoyat ham qila olmaydi-da. Rasmiy emas. Bir odam doktorga borsa, u joyda muammo bo'lib, kasal bo'lib, o'lib qolsa, shikoyat qiladigan joy aniq. O'sha doktorxonani, o'sha joyga shikoyat qila olasiz. Lekin bunga borgan odam uyga borib o'lib qolsa, buni shikoyat qila olmaydi, chunki rasmiy emas. O'zing kelding, ketding, men hech narsa bermadim, suf dedim, xolos deydi. Qonunan hech narsa qilib bo'lmaydi buni. Xalqimizni uyg'otishimiz kerak. Tibbiyot saviyasini oshirishimiz kerak. Mana shu soddalar uni oldiga bormasa, uni bozori yurmaydi. Esinglarda bor, bundan taxminan 6 oy, 7 oy oldin Nat Plus haqida gapirgan edim. Adashmasam, birinchi bo'lib men chiqib gapirdimmi? Mendan oldin gapirganlar ham bo'lsa kerak-ku. Men qattiqroq gapirdim. Nat Plus noto'g'riligini, buni tarqatayotgan trans bir hezalak inson degan nomga noloyiq bo'lgan bir sharafsiz isqirt ekanligini gapirdim. Oradan bir muddat o'tdi, u isqirt og'ziga kelgan gapni gapirdi. Odamlar tasavvurida o'sha isqirt, o'sha trans kimnidir haqorat qilsa, o'sha haqorat qilingan sharmanda bo'lamish. Ya? Yo'q. O'sha kimni haqorat qilayotgan bo'lsa, unga insoniy maydonda obro', sharaf. Chunki trans bizni yomon ko'rishligi bizga yoqadi.
Trans bizni yaxshi ko'rishligidan Allohdan panoh so'raymiz. Bu jirkanch, bu razil bilan soyamga tushishligidan Allohdan panoh so'rayman. Bu isqirt nafas olayotgan havodan nafas olishlikdan jirkanaman. Buni bir bizdagi patsiyenti bor edi. Sherali Komilov degan. 120 bilan ketdi, qamaldi. Shunaqa jirkanch odamlar. Nima bo'ldi oxiri? Hozir menimcha O'zbekistonda Nat Pilyusa savdosi ham o'ldi. Tushuntirmasangiz odamlar tushunmaydi. Bir ayol dadasiga qilgan, dadasi rak kuchayib ketgan, o'ldi dadasi. Dadasi o'ldi. O'sha yana atir sotayotganimiz. Atirda o'zining rasmi bor. Transning rasmi bor. Shuni olib ayollarga sotyapti. Shu ayollarning erlari transning rasmi bor atirni uyida qanaqa qilib qabul qilyapti ekan? Qanchadan sotyapti bilmayman. O'sha atirlar $1, $1.5 turadi. Ustiga naklenka yopishtiradi, sotadi. Bularni gapirishimiz kerak. Tibbiyot masalasida misol keltirdim buni. Tibbiyotda ham gapirishimiz kerak. Doktorlar gapirish kerak. Doktorlar, e'tiborli doktorlar chiqib gapirish kerak. Noto'g'ri bu. Qo'qondagi bu tabib yolg'onchi, tibbiyotga aloqasi yo'q buni. Aldayapti sizlar. Bunaqangi tibbiyot yo'q. Yo'q, bunaqa tibbiyot yo'q, dunyoda yo'q. Deyish kerak. Sekin-sekin o'rniga keladi. Bu Iqbol tabib ham uzoqqa bormaydi. Gapimni yozib qo'yinglar xohlasanglar. Bismillah. Agar unga rasmiy doiralardan mutasaddi rahbarlar, mutasaddi tashkilotlar chora ko'rmasa, ular javobgar bo'ladi. Qiyomatda javobgar bo'ladi. Va Alloh taolo o'zi keyin bir baloni jo'natadi bunga. Balki ana ishib turgan qorniga bir narsa tushar. Alloh taolo o'zi biladi nima qilish kerakligini. Lekin mas'ul bo'lgan odamlar, gapirishi kerak bo'lgan odamlardan ham qiyomatda so'rab oladi. Men mana shu mas'uliyatni zimmamdan soqit qilish uchun gapirib qo'ydim. Xo'p, bizda peshin bo'ldi. She'r o'qib beraymi, nima deysizlar? She'riyatga o'taylikmi? Ikkita she'r tarjima qildim. Qo'yib qo'ydik. She'riyat. Nima foyda? Nizom buzuq, dunyo botqoq. Kelganingdan nima foyda? Oxiri bo'lsa yig'lamoq. Kulganingdan nima foyda? Kelishing bor, ketishing bor. Ming ko'taril, tushishing bor. Oqibat yo'qotishing bor. Topganingdan nima foyda? Hayot o'lim yuz qorasi. Bir nafaslik yo'l orasi. Miros qoladi merosing. Bo'lganingdan nima foyda? Mol olarsan, mulk olarsan, kiyim kiyib ko'rk olarsan. Bir kun yalang'och qolarsan. Kiyganingdan nima foyda? Hisobing, kitobing qalin, balki ko'p ijod asaring. Yo'qsa Robbingdan xabaring, bilganingdan nima foyda? Qani shukr, qani sabr, iymon taqlid, amal kibr, sovuq kafan, nursiz qabr, o'lganingdan nima foyda? Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.